O'zbekiston mahallalari uyushmasi rahbari Qahramon Quronboyev boshchiligidagi ishchi guruh Jizzax viloyatidagi mahallalarda o'rganish ishlarini boshladi. Tashrifdan maqsad aholi bilan yaqin muloqot o'rnatish, ularning muammolarini o'rganish va aniqlangan masalalarga amaliy yechim topish, shuningdek, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga hissa qo'shishdan iborat. Ishchi guruhning faoliyati nafaqat muammolarni aniqlash, balki ularni manzilli hal etish, aholi turmush sharoitini yaxshilash, ish bilan ta'minlash hamda mahallalar infratuzilmasini takomillashtirish kabi ustuvor yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Jizzax viloyat hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda mahallalari uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev va viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Zafar Azimov ishtirok etdi. Mazkur uchrashuvda ishchi guruhning faoliyatiga doir ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi. Jumladan, tuman shaharlarda fuqarolar qabullarini o'tkazish, 101 og'ir toifadagi mahallalar muammolarini bartaraf etish dasturlari ijrosini o'rganish, mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, doimiy ravishda mehnat yarmarkalarini tashkil qilib borishga ko'maklashish ishchi guruhning faoliyat yo'nalishlari sifatida belgilandi. Mazkur yo'nalishlar mahallalardagi islohotlar samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Ishchi guruhi a'zolari Paxtakor tumanidagi Dilorom mahallasida bo'lib, u yerda amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Mahalladagi infratuzilmani yaxshilash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, yo'llar ta'mirlangani, ko'p qavatli uylarda rekonstruksiya ishlari olib borilgani, ichki kommunikatsiyalar yangilangani qayd etildi. Shuningdek, mahallada fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolar, xususan ichimlik suvi, elektr ta'minoti va ishsizlik kabi masalalar bosqichma-bosqich o'z yechimini topayotgani alohida ta'kidlandi. Mahallaning ijtimoiy faol fuqarolari bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda yangi taklif va tashabbuslar ham o'rganildi. Mahallalar xalqimiz turmushining asosiy tayanchi. Uning islohoti esa keng qamrovli islohotlar jarayonida muhim o'rin tutadi. Shu boisdan ularni har tomonlama rivojlantirish, infratuzilmaviy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifa hisoblanadi.